inshaalloh roza tutsak, rozalarda duolarimiz ijobat bo'lar ekan. Ayniqsa iftorlik paytda bilsalaring, ko'pchilik televizorni qo'yib olib, ko'rib o'tiradi. Hamma narsada chegara bo'lish kerak, o'lchov, miqdor va foyda bo'lish kerak. To'g'rimi? Ba'zi bir toifalar bor, uyda televizor turmasin, ko'rma deydi. Televizor ko'rmasak biz, mana televizor ko'pchilik dilbuzar deydi. Shunda musulmonlar ichida shunday fikrlar ko'p endi. Bu nima deydi, yashirib o'tirmaylik, bu bor gap. Kerak bo'lsa ba'zi birlar aytadiki, "Ya meni uyimda televizor yo'q" deydi. Televizor yo'qligida taqvo deb biladi. U televizor emas, shariat magnitofon, televizor, telefon, palon, po'kin deb o'tirmaydi. Shariat har bir ishki insonga foydasi yo'q ish, har bir ishki insonga zarari bor ish, har bir ishki umrini befoyda o'tishiga sabab bo'ladigan ish teng qo'yib turib mumkin emas deydi. Tamom. U kitobmi u? Kitob jinoyatga boshlaydigan kitoblar bor, yaxshilikka boshlaydigan kitoblar bor, uyatsiz kitoblar bor. To'g'rimi? To'g'ri. Agarchi bizda chiqmagan bo'lsa ham, qattandir chiqqan bo'lsa ham, kitob yomoni ham bor, yaxshisi ko'proq lekin. Xuddi shuni singari televizorni ko'rganimizda bizga foydali narsa bo'lsa ko'ring televizorni. Ko'ring. Endi deganim, Ramazon oyida iftorlik payti Musa alayhissalom: "Ey Xudo, mandaqa yana boshqa bandalaringni aziz qilasanmi?" Ya'ni Musa alayhissalom Xudo bilan gaplashganlar, to'g'ridan to'g'ri. Lekin ko'rmaganlar. Shunda Xudo aytdiki, "Sandan keyin Ahmad, Muhammad ismli payg'ambarim keladi. Ularga Ramazon oyini ro'zasini men farz qilaman. Ular kun bo'yi men uchun ichmaydi, men uchun yemaydi va ular iftorlikdan oldin dasturxon soladilar. Noz-ne'matlar hammasi turadi. Iftorlik payti kelmagungacha yemasdan termilib o'tiradi. O'sha daqiqalarda men hozir oramizda 70 ming parda bor, ikkovimiz oramizda. O'shalarni iftorlik paytida o'sha hamma pardani ochib yuboraman degan ekan Xudo. Shunda Musa alayhissalom: "Ey Xudo, meni payg'ambar qilguncha Muhammadni ummati qilganingda ham rozi edim" degan ekanlar. U imkoniyat bir oy bo'ladi xolos azizlar. Ramazon oyida bo'ladi xolos. Ana endi o'sha davrda biz laqillab gaplashib o'tirsak, siz oshnalar iftorlik qilasizlar, qilamiz. Borib olib iftorlik paytgacha har xil gap so'z, palon po'kin, uyda ham, qayerda bo'lsa ham yo'q. Bu Ramazon oyidagi eng katta imkoniyatdan unumli foydalanmaslik bu. Bu zarar bu. Shuning uchun o'sha paytda borib uydagilarga yetkazaylik shuni. Iftorlik paytida duolar shak shubhasiz ijobat bo'ladigan payt. Xudo hattoki "Men odamni yarataman" deganda farishtalar: "Ey Xudo, bular senga bo'ysunmaydi, qon to'kadi, urush janjal qiladi, nima qilasan biz turganda bularni yaratib" degan farishtalar. Xudo iftorlik paytda bizni deb faxrlanar ekan Xudo. Farishtalar qara hammanglar ekan. Ramazon oyida iftorlik paytda ko'rding, nimani ko'rding? Dasturxon solinib, yemay o'tirishdi. Nimaga yemayapti? Ha, sen yema degding, yemayapti. Senlar nima degding? Itoat qilmaydi degdingmi? Ha. Guvoh bo'l hammanglar ekan. Trillion farishtaga. Hammang guvoh bo'l. Shularda birortasi gunoh qolmadidir ekan. Ana endi o'sha paytda biz butun yurak, qalb, butun vujudimiz bilan dasturxonni solib qo'yib haqiqatda yemayapmiz. Nimaga yemayapmiz? Xudo yema degani uchun yemayapmiz. Shuning uchun Ramazon oyini ro'zasini tutgan odamning jasadi do'zaxga kirmaydi inshaalloh. Nimaga desa, chunki bekinib suv ichib olsak bo'larmidi? Bo'lardi. Uyimiz bor, ofisimiz bor, podval bor, mashinaning ichi bor. Yo ochiqchasiga nagli ichib yursak bo'larmidi? Lekin inshaalloh Xudo xohlasa Ramazon oyida Xudo qodir qilsin, himmat bersin, iymonimizni quvvatiga quvvat bersin. Yemaymizmi? Kim uchun? Alloh. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyon." Rayyon ismli darvoza bor jannatda. La yadkhuluhu illa soimuna fi shahri Ramazon. U eshikdan hech kim kirmaydi. Faqat Ramazon oyini ro'zasini tutuvchilar kiradi degan ekanlar. Bu degani oilamiz tutyapmizmi? Oilamiz bilan o'shdan kiramiz. Tasavvur qiling. Chetda hozir o'tiribmizmi mana musulmonlar? Hammamiz tutaylik, hammamiz kiramiz o'sha joydan, Xudo xolasa. U Rayyon degani suv bilan to'ydirilgan, aka kirgan odam umrbod chanqamaydigan jannat degani bu. Faqat ro'zadorlar kiradi xolos bu joyga. Bu degani otamiz bilan, onamiz bilan, xotin, bola, chaqa, qarindosh urug', aka, uka, amaki, tog'a, amma, xola, qo'shningiz, sinfdoshingiz, o'rtog'ingiz ajralgimiz kelmayaptimi? Ayting o'sha akangizga, ukangizga, sigaretini deb, nosini deb ro'zasini tutmayotganga, "Ey uka, yo aka, yo o'g'lim, yo oshna, men seni yaxshi ko'raman, sendan ayrilgim kelmaydi. Lekin sen ham o'lasan, men ham o'laman. Qanchadir yil ajrashamiz bir-birimizdan. To'g'ri. Lekin jannatda abadiy billah bo'lamiz. Ke oshna roza tut, o'g'lim yo aka roza tut.
Ke o'sha jannatda ham birga bo'laylik. Qattan bilasan, payg'ambarimiz aytdilar buni. As-sawmu li va ana ajzi bihi deb Xudo aytdi buni. Roza meni uchun bo'ladi. Uni mukofotini o'zimdan oladi dedi. Shu hadisni hujjat qilib turib, rozasini tutgan odam, Ramazon oyini rozasini tutgan odam albatta Xudosini ko'radi deyapti. Nimaga esa va ana ajzi bihi deyapti. Uni mukofotini Azroil ham, Jabroil ham, Mikoil ham hech kim bilmaydi rozaning mukofotini. Faqat Alloh o'zi biladi. Meni huzurimda Ramazon oyini rozasini tutuvchilarga surpriz bor degan Xudo. Mana surpriz uni faqat Alloh o'zi biladi. Lekin ba'zi birlar ajrlar aytilgan-ki, Ramazon oyini rozasiga odamlarda qiziqishi bo'lsin uchun ba'zi bir masalalar aytilgan. Masalan, rozadorga mana hali aytdik, qalqon bo'ladi rozasi. Xudo undan rozi bo'ladi. Rozadorni och qolganligi uchun, oshqozonida ovqat qolmaganligi uchun shu peshindan keyin asrlarga yaqin, asrdan keyin og'zidan badbo'y hid kelishni boshlaydi. Hatto ba'zi birlar aytadiki, shu badbo'y hidni ketqizish ham makruh deydi. Nimaga desa, chunki Rasululloh alayhi vasallam aytdilarki, rozadorni roza tutganligi uchun, tishini yuvmaganligi uchun emas. Saharlikdan keyin tishini yuvsin. Och qolganligi uchun, roza tutganligi uchun og'zidan kelgan hid Xudoning nazdida mushka ambardan ko'ra afzalroqdir degan ekanlar. Shuning uchun azizlar, bu oyda g'animat bilib, tushuntirib o'rtoqlarimizga, do'stlarimizga, shunday qilsa inshaalloh maqsadga muvofiq chiroyli bo'ladi. Aytadiki, qanchadir vaqtlar och qolyapsan, qanchadir vaqtlar chanqoq qolyapsan. Endi shuncha qiynalib tutgan ro'zingni endi behuda qilib yormagin endi. Endi buni zo'r qilib savobini ham olgin deydi. Tasavvur qiling, mehnat qilsangiz, oylik olmasangiz, ishlasangiz, tishlamasangiz, haq olmasangiz, odamga alam qiladimi? Mehnat bitta alam bo'lsa, u mehnatning evaziga mukofot olmaslik, oylik olmaslik yana bitta alam qiladi. 2000 ta g'ish quydim, bering pulimni desangiz, sen men aytgandaqa quymading deydi. Bermayman senga deydi. Agar sen men aytgandek quyganingda berardim deydi. Mana shu ma'lum, xuddi shu narsa ro'zada ham shu. Xudodan, Xudo men ro'za tutdim, ber savobini desak, agar Xudo aytgandaqa tutmagan bo'lsak, sen men aytgandaqa tutmagansan deydi. Yo buni endi olmaysan buni savobini deydi. Xudo aytgandaqa tutish azizlar, birinchi o'rinda ro'za o'zi avvalo mana kecha gapirib o'tdik adashmasam, Alloh uchun bo'ladi ro'za. Ro'zada ba'zilar aytganlarki, umuman riyo yo'q deganlar ro'zada. Ro'zada riyo qilib bo'lmaydi deganlar. Riyo degani xo'ja ko'rsin, ya'ni mana hozir kimdir chetda birov ko'rsinga namoz o'qishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin-ku. Men hozir sizlar ko'rsinlar uchun eshitib, sizlardan maqtov olish uchun ma'viza qilishim mumkinmi? Mumkin. Birov ko'rsin uchun ihson qilish mumkinmi? Mumkin. Birov ko'rsin uchun masjidda xizmat qilish mumkinmi? Ha, mumkin. Endi umuman yaxshi ishlar. Endi ro'zada qanaqa qilib ko'rsatamiz? Nima bor ko'rsatadigan? Namozda ruku, sajda bor ko'rsatadigan. Uzun ruku qiladi, uzun sajda qiladi. Misol Qur'on o'qiyotganda odamlar eshitadigan kalimalar chiqadi. Odamlar bir eshitib qo'ysin, bir ko'rib qo'ysin deb o'qishi mumkin. Ro'zada nimani ko'rsatamiz? Hatto ro'za tutmagan odam, men ro'zaman desa ishonaveramizda. Lekin namoz o'qimagan odam o'qidim desa, men ko'rmadim-ku deymiz. Bo'lishi mumkin bu. Ana endi bu degani, xo'p, ro'za tutyapmiz, lekin ro'za komil va mukammal ravishda bo'lib va aytilgan ajr savobni olishlik uchun va bizga aytilgan fazilatlar berishlik uchun biz endi faqat yeyish, ichishni o'zidan tiyilmasligimiz kerak. Endi boshqa a'zolarimizni ham ro'zasini harakatni qilishimiz kerak. Ya'ni yeyish, ichish bu oshqozonning ro'zasi, ko'zning ro'zasi, og'izning ro'zasi, quloqning ro'zasi, qo'lning ro'zasi. O'shanga qo'shilsa, ana endi bizga berilgan va'da endi qo'limizda bo'ladi. Ro'za parda bo'ladi. Siz tutyapsizmi? Parda bo'ladi. U do'zaxga parda bo'ladi. Ya'ni Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, modomiki g'iybatlar bilan shu pardani teshmasalaring deganlar. Bu degani, kun bo'yi ro'zadorimizmi? Endi kun bo'yi kelinglar, endi siz meni g'iybat qilmang, men sizni g'iybat qilmang. Bir-birimiz gapirmaylik. Ro'zador odamni qilayotgan har bir xatosi o'sha ro'za pardadir, to'siqdir degan to'siqni bitta-bitta teshaverar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, ro'za tutgan odamning gunohi kechiriladi, modomiki to's to'palan qilmasa, urush janjal qilmasa va so'kinmasa degan ekanlar. Bu degani ro'zador odamni o'ziga alohida xos bo'lgan odobi bo'ladi. Qanida agar shu odob bilan umrbod odoblansak, yana ham go'zal bo'ladi. Qani ro'zadan avval ham, ro'zadan keyin ham qani baqir-chaqir qilmasak, qanida agar urush janjal qilmasak, qanida agar bir-birimiz bilan so'kishmasak, qanida agar g'iybat qilmasak, yolg'on gapirmasak, biz uchun bugun yengil sanalib qolgan
Biz uchun bugun oddiylashib qolgan ishlar bor, lekin u Allohning huzurida juda ham katta gunoh hisoblanadi. U nima edi? Birinchisi yolg'on. U nima edi? U g'iybat, tuhmat, birovlarga so'kinishlik, bo'xton qilishlik. Biz uchun bugun oddiy bu. Bugun mana hozir, xo'p, yosh katta odam endi qarib qoldim deb uyatib so'kinmayotgandir. Lekin 50 yoshdan pastini olaylik. Qani 50 yoshdan pastida shetda o'tirgan, bir yilda bir marta ham so'kinmaydigan. Men so'kinmayapman degan odam o 3-4 oyda bir so'kinadi, o'shaning so'kinmayapman deb o'ylaydi. Qani so'kinmaydigan erkak? So'kinish deganda men endi uni sizlarga kengaytirib gapirishimga hojat yo'q. Juda yaxshi bilasizlar so'kinish nimaligini. Vaholanki u so'kinish birinchidan bizni yomon insonligimizni belgisi va shu bilan birga bugungi tutayotgan ro'zamizni savobini kamayishiga sabab bo'ladigan omillardan bittasi bu. Keyingisi yolg'on masalasi. Rasululloh alayhissalom ummatlari haqida so'rashganda, ha ummatim endi dangasa bo'lishi mumkin, yo bee'tibor bo'lishi mumkin, lekin meni ummatim yolg'onchi bo'lmaydi degan ekanlar. Yo'q, meni ummatim yolg'on gapirmaydi. Bu nima degani? Yolg'onchi ummat bas degan. Yolg'onni yengili, og'iri, kichigi, kattasi yo'q, baribir yolg'on. Yolg'on aralashgan ish borki, u gunohi kabira bilan bo'lgan ish bo'ladi. Bugun biz yolg'on aralashtirmasdan qilayotgan ishimiz bormi degan savol berishimiz kerak. Hammamiz o'qishda, ishda, pul topishda, qudandachilikda, uylanayotgan bolalarni qiz bilan ko'rishgani chiqqanida gapiradigan gaplari, sizga osmondek oyda olib beraman, osmondek yulduzdan bo'yningizga marjon qilib taqib qo'yaman deb gapirayotgan yolg'onlari. Uylangandan keyin kerak bo'lsa bitta paypaqqa pul bermayotganligi. Qani o'sha nikohdan avvalgi uni nikohiga olgungacha bo'lgan va'dalar, shirin so'zlar qani? Bu yolg'on emasmi? Bugun qo'shnisi, o'rtog'i nimanidir so'rasa, bo'p turib yo'q deyotgan odam yolg'on emasmi bu? Bizdagi imkoniyatimiz bor narsani bir odam so'rasa, lekin uni bo'p turib yo'q desak, bitta ikkita katta gunoh turibdi. Bittasi yolg'on, ikkinchisi pishiqlik. Pishiq odam deymiz biz. Ya'ni qizg'onchiq odam. Bitta yo'q o'sha narsa, lekin bor bizda o'sha. Yo'q deb qo'yishimizda ikkita katta gunoh. Katta gunoh degani bu azob muqarrar degan. Gunohi kabira degan. Bitta yolg'on gapirgan odamdan 2 mil, bu degani salkam bizni kilometrga olsa 4 kilometr farishta uzoqlashar ekan, qochar ekan unda. Nimaga desa, yolg'on gapirgan odamdan chiqayotgan badbo'y hidga farishta chidamas ekan. Nimaga endi bugun men yolg'on gapirsam o'sha yomon hid sizga bilinmayapti? Nimaga siz yolg'on gapirsangiz bugun menga u siz gapirgan paytdagi chiqayotgan, sizdan chiqayotgan yomon hid menga bilinmayapti desa, chunki tug'ilishimizga yolg'on gapirilayotgan joyga tug'ilyapmiz. Bu badbo'y hidga biz o'rganib qoldik biz. Hamma yo'qda yolg'on. Bozormi, uymi, ofismi, oshxonami, qayerda bo'lsa yolg'on gapiryapmiz, allayapmiz. 1000 so'mga olgan narsani 1,5 ming so'm deyapmiz, yo 1,5 ming so'mga olgan narsani 500 so'm deyapmiz. Hammasi yolg'on. Lekin ayniqsa yoshlar, yaxshilab qo'yib oling. Yolg'on gapirgan odam ummat bo'lmaydi. Ayniqsa roza tutib yolg'on gapirgan insonni ro'zasiga beriladigan ajr, savob anchagina kamayadi, seziladigan darajada kamayadi. Agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa qolmaydi. Jabir radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Vaqtiki roza tutsang, qulog'ing ham roza tutsin, ko'zing ham roza tutsin, tiling ham roza tutsin degan ekanlar. Bu qanday desa, biz roza tutdik, ya'ni yemayapmiz, ichmayapmiz. Endi aytiblarki, faliyasum sam'aka. Qulog'ing ham roza tutsin. Nimadan ro'zasi? Ro'za nima degani esa tiyilish degan. Qorinni ro'zasi yeyishdan tiyilish ekan. Endi quloqni ro'zasi nima desa, endi quloqing bilan ro'zador ekansan, endi yomon narsa eshitmagin endi. Kimdir yomonlayapti, g'iybat qilyapti, tuhmat qilyapti, yo uyatsiz gap gapiryapti. Uni tinglab eshitish nima bo'ladi? Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, gunohga rozi bo'lish o'sha gunohni qilishlik bilan teppa-tengdir degan ekanlar. Amin. Parvardigoro ikki dunyomizni obod qilgin. Ibodatlarimizni, kamchilik xatolarni kechirib, ulug' dargohingga qabul qilgin. Bu joyda gapirilgan mana Jabir radhiyallohu anhuni qulog'ing, ko'zing, tiling roza tutsin dedilar. Xudodan so'raylik, Allohim yordam bergin. Quloqimiz bilan, og'zimiz bilan, ko'zlarimiz bilan ham roza tutib, Xudo qilmagin degan ishlaringdan qaytishimizni Allohim hammamizga o'zing nasib qilgin ya Rahman.